Hammalarga salom. Sizlar bilan yana Glitch Zone kanali. Bugun sizlar bilan horror res, ya'ni res deganda nazarda tutyapman, shu videoga olganda res yozuvi chiqadi-ku qizil nuqta bilan. Xullas o'shani nazarda tutyapman. Bolalar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariy ham yozib qo'yish esingizdan chiqmasa, mana bu yerda ko'rib turishinglar mumkin. Biz o'yinni menyusida turib shu darajada qisqalik tuyulyapti. Va men videoni boshladim. Demak, bolalar, chapter 1 Asylumdan boshlaymiz. Tushunishim bo'yicha biz bu o'yinda ancha yillardan beri nima degan bu joylar. Xo'sh. Nima qilishimiz kerak? Rasmga olishimiz kerak edi. Xullas, bizning personaj jurnalist bo'lar ekan. Rasmga oladimi, videoga oladimi bilmadim. Bu yerda o'ylashimcha hech narsa yo'q. Tashlandiq joylarga borib, paranormal hodisalar haqida Hop. Nima qilay endi? Ular paranormal hodisalar haqida hujjatli film olish kerak edi. Olasan videoga? Oh shit, ishlatishi bildim. Ashot etdi. Men uni qo'lladim. Xullas bizda 6 imkoniyat bor. Bu yerda haqiqiy nimadir borga o'xshaydi-yu. Menga yoqmayapti shovqinlar, bolalar. Bu yerda nimadir bor, kalit bor ekan. O'sha aytganimdek, paranormal hodisalar haqidagi hujjatli filmni olishi kerak bizning personaj. Uy, normalniy. O'ngda nima bor? O, o'shatdi. Bola, yana shu joyga keldim. Xo'p, tushunishim bo'yicha o'ngda shovqin eshityapman, o'ng tarafimda. Sizlarga naushnik taqib ko'rish tavsiya beraman. O, bu yerda. Nima qilish kerak? Bu o'lib qolyapti. Qaraydigan bo'lsak, 6 marta o'sha paranormal hodisani yo'q qilishimiz kerak shekilli. Biz bitta donasini qildik. Avval oldin bizda ham shuni ko'rsatib. Qara, yo'qdim. Ha! Nimadir qildim hozir, halokat. Faqat uning nomi afsona ovchilari edi. Bu yerda yo'q. Bu yerda bor. Qani? Nima bu ish? Shivir qilyapti bu yerda. Halokat joylarda yuramiz. O'yinda saqlanishni yo'q. Tushungandek bo'ldim. Exit. Oh my. Las. Boshqacha o'rganib ko'rishga qaror qildim. Yo'qolmayapti u. Kalit. Xullas aytayapti, men filmim uchun nima qilishim kerak deydi. Adashmasam, tushunishim bo'yicha chiqish bu yoqda ekan. Biz kalit topdik bu yoqda. Yo'q qil mana buni. Yo'q qil. Yo'q qilsanchi mana buni. O'rgimchakka o'xshaganni. Ne böyle şunu. Yo'q bu o'likdagi ishlasa-yu.
Nima bir shillig'i sirpanib yurganga o'xshaydi boru. O'ng tarafimda kimdir saqqich chaynayotganga o'xshaydi. Tushundim. Orqada qolib ketdi-yu, o'sha ikki tane nima qilib kelaylik-da. Yo'q qilib kelaylik. Mana. O yana bittasi nari yo'q deydi kalla. O'rgandim. O bijir-bijirdan bir g'alati bo'lib ketyapman boru. Lekin o'yinni ancha o'rganib olganga o'xshayman. Qiyin emas menga hozir. Bu yerdan kelib yo'q. Shovqinlar ishlash boshlayapti. Nega buni? Ya mana ekan-ku kirisa kalla. Endi kimdir og'zini chayqayapti adashmasam. Chiqdik. Chapter 2 ga o'tishimiz mumkin endi. O'tamizmi bolalar? Davay. Hop. Bu yerdan ham 6 ta olib ketishimiz kerak. Mana bitta. O'yin fishkasi o'rganib olsak oson ekan. Bu ham. Короче, o'yinni o'zingizlar ham sinab ko'rish maslahat beraman. O'yinni to'liq nomi, hamma narsa описаниеda bo'ladi. Mana ko'rdinglarmi? Hozir o'shaqa arvoh qiz chiqadigan bo'lsa bor-ku. Bitta shuni bosib qo'ysanglar, bitta bosimni qilsa o'chirib yoqish kerak ekanda kamerani o'shanda. Yo'qotsa bo'lar ekan. Bu yerda yo'l yo'q. Yana kimdir og'zini chayqayapti o'ng tarafini. Naushnikda ko'rsanglar, ancha atmosferani his qilsanglar kerak. Maslahat beraman. Ya bu aytib qo'yayim. Bu hech qanaqa video uchun baqiriq emas. Bu original. Cho'chidim haqiqatan. Juda ko'p o'ylaman cho'chita oladi. Muammo shundaki, faqatgina bir lahzaga cho'chitadi ular. Screamer. So'z ikkita topdikmi? Endi bo'ldi, yo, yashirib o'ldirib qo'y. Nimalarni bidirlab o'tirman. Qolgan anomaliyaga o'xshagan narsalarni yashirib qo'yishganmi bilmayman. Xo'p, yana to'g'rida bu safar o'xshamadi. Bu safar bilgandek, masalan, nimadir bilasizlar-ku, o'shandan keyin o'sha cho'chimay qolasizlar-da. Shuning uchun bittada reaksiya qiladiganlar bittada ko'rish kerak-da. U videoni oldin ko'rib olgan bo'lish kerak emas-da. O'tiribdi-ku. Tak, bu skeletdan foyda yo'q. Mana buni yo'qotishimiz kerak-da. Nima bo'ldi, yaxshi qiz? Kechirasizlar. Ular bilan yaxshi gaplasha olmayman. Tiriklari bilan, hatto o'liklari bilan qanday gaplashaman? Uzr, bema'nigarchiliklar bilan aljirab o'tiribman. Videolarda harakat qilaman, umuman bema'ni gap aytmaslikka, bu ahmoqona gap chiqib qolgan. Bu eng oxirida olinadigan bo'lsa kerak. Ko'rdim bittasini adashmasam. Itmi bu? Shu ekan. Boshasi ko'rdinglarmi? Hech kim kuzatmayapti ish qilib. Xo'p, bormagan joyim 2 dona qoldi, bittasini ko'rdim. Ya'ni bittasi qayerdanligidan xabarimiz bor demoqchiman allaqachon. Mana bu yerda eshik ochilganmi? Tushunarli. Bu qizni qanaqadir bir ayanchli tarixi bo'lsa kerak edi. Kimdir shovqinni eshitdim.
Qayerda edi? Mana bu yo'l yonida edi. Esla, mana. Yoki buni boya... Ya buni boya qilmas. Nima bu yo'qolmadi? Aytmoqchi bo'lganim yo'qolish kerak bunaqa anomal. Boyaga yig'la qopa. Hop. Oxirgisi qoldi. O'shani topsak, uyga ketardik. Qiziqarli. O'yin fishkasini o'rganib olganimgami? Bu qadar qiynalmayapman. Shoshma. Adashmasam bu yoq tarafga o'tib ko'rmaganman. Mana ekani, topdim oxirgisini bolalar. I got it. Da bolalar. Bu o'yinni ham tugatib qo'ydim va o'zimning hisobimga yana bir bora tugatilgan bir o'yinni qo'shib qo'ysam bo'ladi. Ko'rdinglar, video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Bugun sizlar bilan o'sha anomaliyaga o'xshagan o'yin ekan haqiqatan. Arvohni topishga harakat qildik. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsanglar, buni video boshlagan, video oxirida ham aytishdan hech charchamayman. Qachonki sizlar meni motivatsiyamni ko'tarish uchun like bosib qo'ysanglar. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zinglarni asranglar.